bilinayotgan bo'lsa kerak. Qani ketdik. Ya bismillah. Mana bu yerda qisqacha Nitofarmda olib boriladigan ishlar va ishlab chiqaradigan preparatlar haqida qisqacha stend qilingan va hozir bevosita protsessni birga tomosha qilamiz. Bu Rodomga ketayotganda biz boshini kiyib olganku. Hozir bu yerda qisqacha dars jarayoni. Да, darsimiz такой типа Fikr almashish. leksiya o'tiladi. Zavod haqida qisqacha, keyin полностью obzorni ko'rib chiqamiz. Video davomida hozir o'tilayotgan o'sha tushuntirish ishlarini ham ko'rib o'tasizlar. Законодательством Российской Федерации и требованиям международных стандартов GMP мы проведем для вас инструктаж о правилах поведения на объектах Нитофарм. В производственную зону не допускаются лица с инфекционными заболеваниями или явными повреждениями на открытых участках тела. Коллектив компании Нитофарм желает вам интересно и продуктивно провести время. Hop, bizlarga hozir tanishtiruv darsi bo'lib o'tdi. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda juda ko'pchilik taniydigan dori vositalari bu. Va men ayniqsa o'zim klinikada ham, tashqarida qoramollarga ham ko'p ishlatadigan dorilarimdan bittasi amoxicillin. Undan tashqari Nitox bor. Hop, Flunextron в обязательном порядке. Keyin nima ham bor? Azitronit. Seftanit qani? Silazin. Seftanit zavodda ham tugagan shekilli. Seftanit yetmay qoldi yerda. Seftanit polkadagini ham olib ketishibdi. Bizda ko'pchilik so'rashadi, hozirgi kunda viloyatlarda bo'layotgan muammolardan biri og'iz burun kasalliklari, ya'ni xalq tilida shaloq kasalligi deydi, vezikulyarniy stomatitda. Nitox 200 ekananishning ham effekti zo'r. 72 soat oralatib maksimalni 2 marta inyeksiya qilsa, mana shu hozirgi kunda o'sha shaloq kasalligiga zo'r effekt beradi. Hozirgi kunda o'sha dermatitga mana ko'rgansizlar, Flunex to'g'ri. Byudjet tomonlama sal qimmat tushishi mumkin, lekin rezultati zo'r. Keyin ko'pchilik so'raydi, mana sigir tuqqandan keyin qisir qolyapti deydi. Qisir qolishining sababi matka yaxshi qisqarmasa ichida infeksiya qolib ketadi. Shuning uchun sigir tuqqandan keyin обязательно ultiratondan 3 kundan 5 kungacha holatga qarab qilinsa, bachadonni stimullab beradi va o'sha 2 oy 3 oy ichida mol kuyga qayta keladi. Preparatlari bo'yicha, o'zining brendi bo'yicha zo'r. Новая наша линейка для МГШ от 22 года. В тубах новый препарат левосидин. Все вы уже, наверное, знаете Дермекей. Бывает у нас в тубах и у нас отдельная зона для их приготовления и подсолки. Сколько штук можно здесь пасовать? Норма. Bu yer уже ikkilamchi fasovka deyiladi. Na, qarang Jamshidbek. Mana bunaqa sterilniy zonaga solingan produktlarga etiketga urilib, avtomatim etiketga yopishtirilib, urilib desam sal xato bo'ladi. O'sha korobkalarga tarqatilinadi. O'sha idish yopilgan sterilniy, idish yopilgandan keyin bemalol bu yerga o'sha nakleyka yopishtirilib, korobkaga upakovka qilib va tayyor savdoga jo'natib yuboriladi. Bu yerdan chiqib ketadi. Bu yerdan skladga ketadi. Skladdan keyin zavskladni tarqatadi. Lekin Roma kep narsani tushundingizmi? Hozir bu zavoddagi ishlab chiqarilayotgan preparatlarda aksariyat qismi hali bizga bormagan ekan. 50% kelgan, 50% ko'rmaganmiz даже. Hozir biz xudo xolasa endi bu yoqda tanishuv ishlari bo'lyapti. Xudo xolasa agar bizga ham qolgan preparatlar bo'lsa, veterinariyada ham ancha zo'r o'zgarish, chorvada ham ancha kasalliklarga yechim oson bo'ladi. Xo'p, bu yerda gormonal preparatlar upakovka qilinyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Bittasi meni 200 litr dorini pasovka qilar ekan. 200 litr. 50 millilitrlik va 20 millilitrlik upakovkalarda ham tasavvur qiling. 20 millilitr, 200 litr narsani qo'yyapsiz. Buni yetib kelishini qarang, Jamshid aka, mana bo'sh flakonlarni qilib beryapti, bu yoqda juda ishlash tez, gap yo'q. Keyin bitta narsaga kayf qildimmi? Korobkani, skochini даже stanokga yopishtiradi. Ustiga, mana bu ustiga korobkani
Skochni stanokga yopishtiradi. Oling. Men qo'lda deb o'yladim. Bitta tabletkaga shuncha mehr muhabbat, shuncha e'tibor. Bu yerda qarang. Blisterlashni qarang. Buncha farm kompaniyalarida yo'q bunaqa texnika. Farm kompaniyalarida. Bu yer veterinarniy farma. Va upakovkani qarang, qanaqa kачественный. Teparog'ini olingda. Mana bu korobka tushyapti, pachoq holatda. Konveyerga pastga tushib, ichiga instruksiya joylanib, o'rtada instruksiya qog'ozcha mana. Mana buni oling. Yaqinlashtiring o'shani. Mana chiqyapti qog'oz. Ichiga tiqyapti, tabletkaning tagiga ketdi. Tabletka bu yerdan kelyapti, Jamshid. Bu tabletkani qarangda, nima tabletka bu? Kuchuklarni og'riq qoldirish uchun dori. Itlarni og'riq qoldiruvchi dorisi bu. Bu yerda hozir tayyorini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Korobkada bu. Mana shu dori uchun shuncha e'tibor, shuncha mehr muhabbat. Hammasi joyida yuribmiz buni ishlab. Meloksikan tarkibi, lekin dozalarni korrektirovka qilib ishlab chiqarilyapti. Kuchukka alohida, mushukka alohida va mayda katta hayvonlarda dozasini bir 3 xil yo 4 xil nimasi bor. Dozirovkada 0.5, 2 lik va yana necha xil nimasi bor edi. Chiqarganmiz, boshqa ajali ko'ramiz. Qaranglar, dorilarni homiladorlikka, toksichность, ya'ni zaharliligini tekshirishga mana shunaqa maxsus modda qo'shib, kalamushni bolasini suyagigacha eritib, suyak qolgunicha, suyagigacha deb, suyak qolguncha eritib, va maxsus kraska bilan suyaklarni mana shunaqa bo'yashar ekan va suyaklarning holatini ko'rishar ekan har bitta stadiyada. Bo'g'ozlikda 3 ta davra bo'ladi-ku, o'shani 3 ga bo'lib. Va bunisi esa umumiy holati va ichkaridagi organlarni olib, o'lchamlarigacha o'lchab, normadami yo normadan nimami? O'tib ketganmi yoki maydalashib qolganmi, anomaliya bo'ladimi yo'qmi? O'sha narsaga tekshirar ekan, dorilarni toksichnikka, allergenlikka va hattoki immunitetga qanday ta'sir qilishi uchun mana shu yerda 3000 ta, jamshid tasavvur qilyapsizmi? 3000 ta sichqon, 800 dan ortiq yo'q, 800 dan ortiq kalamush, oq kalamush, 100 dan ortiq quyon, 300 ta nima, Moskva svinka, dengiz cho'chqachasi deyiladi-ku. O'sha narsa saqlanadi. Eng plus tarafi, bular hech qayerdan bu narsani sotib olmas ekan. O'zlari ko'paytirib, o'zlari yetishtirib berar ekan. Bu juda qimmat proses deb aytildi. O'shaning uchun o'zlari yetkazishganligi uchun uverenni mana shunaqa ishlatilishar ekan. Har bitta partiyaning dorilari uchun yangi dorilarni исследовать, ya'ni o'sha o'rganish uchun maxsus laborator hayvonlardan foydalanar ekan. Mana bu yerni ko'rsatsangiz, quyonlarni ko'rishlari mumkin bo'ladi. Mana shu kataklarda polisi quyonlar. Bu yerda oq sichqon. Bu yerda kalamushlar bor. Krisi. Bu dorini menimcha eshitmagan chorvador bo'lmasa kerak. Unaqasi yo'q. Kim mol boqadi, kim qo'y boqadi. Nitox 200. Nitox 200 dori vositasini hozir уже quyilib bo'lgandan keyin fasovka, ya'ni upakovkalash jarayoni. O'zbekchasiga nima deyiladi? Qadoqlash jarayoni. Mana shu yerda qadoqlanib, mana katta konveyerda kelyapti, yana joylanyapti, o'rtada markirovka qilinyapti. Mana bu etapda oling, nakleyka yopishib chiqyapti. Pastroqda. Nakleyka yopishayotgan. Mana shu yerda. Lekin men bitta narsaga qoyil qoldim. Romaga gapingiz bo'ldim. Hammasi avtomatlashtirilgan. Ha. Mana mabodo nakleyka tugab qoladigan bo'lsa, ajratib bu tomonga olib qo'yishar ekan, boshqatdan yopishtiriladi ekan. Bitta zo'r tarafi, bitta birak narsa chiqsaga avtomat sirazi to'xtaydi. Sxema sirazi to'xtaydi. O'sha nosozlik bartaraf etilgandan keyin yana ishga tushadi. U yoqda nima, korobkalarni solish. Bu yerda unaqa 20 ta 30 talab odam emas, faqat shu 5 ta 4 ta nazorat qilib turgani, ishlab bunday qarab turishar ekan. Qarang, e'tibor beringlar. Baribir robot degan narsa mukammal emas. Odamzod qo'shilmasa agar, aralashmasa agar bu ish amalga oshmaydi. Korobkani taklab qo'yishini qarang. Voy.
lekin ajoyib. Hammasi avtomatlashtirilgan. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Mana xuddi mana shu Dorini Nitox hozir 200. upakovka qilishyapti. ha, xuddi mana shu Nitox 200 mana shu yerda qadoqlash jarayoni kecharkan. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarni hayratlantirishda davom etamiz, xudo xolasa. Laboratoriyami bu yer? Roma Bu katta yerda xolasa. ximический laboratoriya, o'sha kimyo laboratoriyasi. Bu yerda hozir juda ham baland gapirish ham neudobno bo'lyapti. O'zi bilasizlar, такой jarangdor qilib gapirib obzor qilib beraman. Bu yerda o'sha yangi dorilar ustida ish olib boriladi. Hali nom qo'yilmaydi, sostav almashtiriladi. Bitta Mastigard, o'sha mastit uchun bu yil chiqqan yangi dorilari, bu yil yoki o'tgan yili chiqqan. 5 yil razrabotka qilingan, uning ichiga dexametazon qo'shib ko'rishgan, boshqa. Hozirda esa prednizolon gormoniga to'xtalib, 2 xil antibiotik, prednizolon va lidokainni olib tashlab, joyiga suvda eritib, o'sha effekt bergani uchun o'sha narsadan foydalanishyapti. Mastamitsin bozorda 15 yildan beri bor dori, Nitofarmniki. Mastamitsinni 15 yilda qilgan ob'yomini diqqat bilan eshitinglar. Pastda aytishdi. Mastigard 1 yilda qilgan. Yo'q. 15 yilda qilgan ob'yomni 1 yilda qilgan Mastigard. Mana shunaqa urovengga chiqib ketgan. Bu ham bizlarda yaqinda registratsiya bo'ldi Mastigard. Hozir уже sekin-sekin aktivlashib boshlayapti. Zo'r. Hozir biz yana bitta laboratoriyaga kirdik. Bu yerda holat umuman boshqacha ekan-a? Bu yerda atmosfera boshqacha, bu yerda xodimlar boshqa narsa bilan shug'ullanadi. Xo'p, bu yerdagi laboratoriyani qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'sha boyagi pastda ishlab chiqarilgan dorilar, sizga aytdim-ku, katta 3 tonnalik sisternalarda, o'shalardan tayyor produksiya keladi, birinchi tekshiriladi. Tekshirilgandan keyin bular dabro bergandan keyin upakovka qilinadi. Yo'q. Ruxsatni bular katta odam ashlar zavodda. Keyin men bu yerda bitta kabinet biroz ko'rsataman. Bo'ldi, kerak emas desa bo'ldi. U ishlab chiqarilmaydi. Analitik laboratoriya. Bu yerda xromatografический mana bu apparatlar dorini tarkibidagi komponentlarni titri bilan hisoblab beradi. Titr degani misol kolичество son bilan sanab beradi. 1 millilitr yoki 1 mikrolitr dorining ichida o'sha komponentdan qancha qo'shilgan. O'shani hisoblab berar ekan-da. Zo'r, ajoyib. Bitta mana laboratoriyani to'liq ko'rinishi ko'rib olsalaring bo'ladi. Juda ham katta, juda ham zo'r. Как nima ekanda bu yer bibliotekaga o'xshar ekanda. Bu yerda o'sha materiallar xranitsa qilinadi, saqlanadi. Mana bitta partiya tayyorlanadi-ku, o'sha partiyadan namuna olib shu yerda qo'yiladi. Turadi. Srogidan yana 1 yil oshiqcha turadi, Jamshid. Srogidan yana 1 yil oshirib saqlanadi shu yerda. Bu degani bitta dorining srogi masalan, mana qarang. Yo'qolgan. Mana Nazifor dorisi. Hop. Seriyalari bilan mana bu seriyadan mana bu seriyagacha mana bu yerda qog'oz dokumentlari bor. Masalan, tepasida obrazец sырья bor mana. Korobka и produktlar mana bu yerda turadi. Bitta e'tibor beradigan joyingiz. 21,5 gradus. O'sha sырья buzilmasligi kerak. O'sha tayyorlangan mahsulot и mabodo chipi chiqib qoladigan bo'lsa, hop bitta kelinadi, o'sha partiya butilka dori topiladi, seriyasi yozilgan bo'ladi, topiladi. Ichidan mana shunaqa hujjatlar, polностью bitta papka, mana shuncha bitta smenada javobgar odam. И ketdi. Zanjir topiladi bittada. Bitta butilkaning seriyasini ko'rib, bittada topishadi. И keragidan ortiq vaqt saqlanadi shu narsalar. И shuning uchun men bu yer shuncha katta joyni qarang. Siz shuni mana bu выдвижной shkaflarni ko'rsatdingmi? Qimirlaydigan shkaflar. Knopkani bosasiz bu yoqqa, knopkani bosasiz u yoqqa boradi. Xohlagan joyingizda xohlagan narsangizni topib olasiz. Mana buni u yerda ham bir nimalar bor. Qarachi. Zo'r. Xo'p, bu yerda O'zbekistonning bayrog'i ham turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Turkmaniston, Ozarbayjon, Armeniya, Belorussiya, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Moldova, Tojikiston. Nima uchun bilasizmi uncha bayroq?
Ha? Nima uchun buncha bayroq bilasizmi? Endi menimcha strana ближайшая загружа. Endi eksport qiladigan davlatlar Mana bor. shuncha davlatga chiqadi dorilar. Hamma Hatto- davlatga. Qarang, hatto qarang. Veterinariyasi, dorilari boshqa-boshqasi bo'yicha kuchli bo'lgan Koreya ham bulardan dori olishadi. Даже Koreya ham sotib olishadi. Da? Zo'r. O'zbekiston ham turibdi. O'zbekiston turibdi, O'zbekistonning bozorida man institutga kirgan yildan beri, endi veterinariyaga kirgan yilimdan beri bu производствоning dorilarini bilaman. Albatta. Zo'r. Mana shunaqa gaplar. Ketdik.